الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Parvardigor olam o'z kalomida marhamat qilib aytdikim: A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Man dalladhi yuqridulloha qardan hasanan fa yudha'ifu lahu adhafan kaseera wallohu yaqbidu va yabsut va ilayhi turja'un. Allohga qarzi hasana berguvchi bo'lsa, Alloh unga bir necha barobar qilib qaytaradi. Allohgina rizqlarni kam va mo'l qiladi. Sizlar uning huzuriga qaytasizlar. Allohga qarzi hasana beruvchi haqida Abu Ya'la ulug' sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U zot aytadilarki, bu oy-i karimani eshitgach Abu Dahdah degan ulug' zot Alloh taolo ham bizdan qarzi hasana so'raydimi, qarz so'raydimi deb so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ha ya Abu Dahdah, Alloh qarz so'raydi" dedilar. Shunda Abu Dahdah: "Unday bo'lsa qo'lingizni bering" dedilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'llarini uzatdilar. Shunda Abu Dahdah aytdilarki: "Mana shu 600 ta xurmo daraxti bo'lmish bog'imni Alloh subhanahu va taoloning roziligi yo'lida unga qarzi hasana qilib berdim" dedilar. Shundan so'ng devorlar bilan o'ralgan bog'ini yoniga kelib ayollarni chaqirdilar. Ayollari labbay deb chiqdilar. Aytdilarki, "Mana shu bog'ni Alloh subhanahu va taologa qarzi hasanaga berdim" dedilar. Shunda ayollari qarzi hasanangiz muborak bo'lsin deb bog'dan chiqdilar. Alloh subhanahu va taoloning ulug' sahobiylari mana shunday o'zlarini himmatlari, saxovatlari bilan butun jahondagi mo'min musulmonlarga, insoniyatga ibrat bo'ladigan xayrli savob ishlarni qildilarki, to qiyomat kunigacha bularni mana shunday saxovatlari tilga olinadi, haqlariga duolar qilinadi. Demak, Alloh subhanahu va taolo o'zi qodir zotdir. Kimga xohlasa mol mulk beradi, kimni xohlasa oladi, kimni xohlasa o'ldiradi, kimga xohlasa uzoq umr beradi. Podshohni gadoy, gadoyni podshoh qiluvchi ham Alloh subhanahu va taolodir. Alloh subhanahu va taolo qancha miskinlarni podshoh qilib qo'ydi, qancha podshohlarni miskin qilib qo'ygan ulug' zotdir. Demak, biz yaxshi bilishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo rizqimizni berguvchi ham o'zidir, olguvchi ham o'zidir. Xohlasa rizqni o'zimizni mo'l qilib beradi, xohlasa uni kamaytirib beradi. Demak, bandalar Alloh subhanahu va taoloning taqdiriga ishonib, uni berganiga shukronalarni qilib, mabodo o'sha mol mulklari kamayib qolsa, shunga ham shukr hamdini aytmoqliklari lozim va doimo qo'lidan kelgunicha qarzi hasana bersin. Bir insonni og'irini yengil qo'lidan qilsin. Hech bo'lmasa bitta non berib bo'lsa ham Alloh taologa qarzi hasana bersin. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo mana shunday bandalardan rozi bo'lib, oxiratda bitmas tuganmas bog'roqlarga kiritib jannatlari bilan siylaydi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni qarzi hasana beradigan saxiy insonlardan aylasin. Demak, qilinadigan ihsoning ko'pi kami yo'q. Har bir inson qo'lidan kelgunicha qarzi hasana qilsin. Ayniqsa Ramazon oylarida o'z saxovatlarini yanada keng va mo'l qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.